Kiring. Mumkinmi? Kiring. Meni ish haqimni naqd pul deyishdi, shunga kelgandim. Ha, ma'qulga chiqadigan edik. Ha, mana birinchi shartqiz 1 million chiqibdi. Hozir mana beraman. Mana 1 million pul. Rahmat. Barakasini bersin. Sağ olun. Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Uka, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mashinada radarga tushgan edim. Xo'sh. Jarima maydoniga olib kirib qo'yishdi. Jarima maydoniga olib kirib qo'yishdi. Ha, shunaqa. Ha, mayli. Xavotir olma, hal qilamiz. Kech payt borganda gaplashamiz. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'l. Men ish haqimga kelgan edim. Yoqsinbek, bu safar yaxshi ish qilganinglar uchun men boshliq bilan gaplashib, oylig'inglarni 2 million qildirib qo'ydim. Hozir mana oylig'ingizni olib beraman. Mana bu pul. Rahmat xo'jayin, hali bundan-da yaxshi ish qilamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Tinch bo'ling. Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nodirbek aka, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qo'y, eshitaman uka. Aka, mashinamni urib oldim. Nima? Mashinani urib oldim? Ha, shunaqa. Ayb kimda bo'ldi? Ayb o'zimda. Sen yomon mashi palakat bo'lasan-da. Menga qara, uyga borganda gaplashamiz. Xo'p aka. Bo'pti. Keling. Mumkin xo'jayin? Kiring, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yana ish haqimga kelgandim xo'jayin. Ha, yaxshi, o'tiring. Marhamat. Yoqsinbek. Yaxshi ishlayapsizlar. Sizlardan rahbar juda ham xursand bo'lyapti. Shu sabab sizlarga bu safar yana biroz mukofot puli qo'shtirdim. 3 million oylash chiqdi. Hozir mana ish haqingizni olib beraman. Mana uka. Rahmat xo'jayin. Mayli, barakasini bersin. Bu tashkilot zo'r ekan xo'jayin. Bu tashkilotga kelib ancha qarzlardan qutuldim. Yaxshi. Hozirda uchastkaga boshlab qo'yganman. Yaxshi, juda zo'r. Bundan ham zo'r ishlasanglar, ish haqinglar bundan ham ko'payadi. Albatta xo'jayin. Bundan da yaxshi ishlaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Alo. Alo aka, tez keling. Nimaga tinchlikmi? Nima vahima bilan gapiryapsan? Uyimiz yonyapti. Hech qola qolmadi. Aka, tez yetib keling. Nima? Uyimiz yonyapti? Ha, shunaqa aka, bo'ling. Alloh ko'rsatib qo'ydi.